Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi videomizda prostoy mejigar bloklarda juda ham ko'p qulflanib qolish holatlari kuzatiladi. Xuddi shu masalani yechimini qilganmiz. Aslida bu muammoni kelib chiqish sababi eshik knopkalari suv tegish natijasida aksina berib, zanglab tok o'tkazmay qolish. Ya'ni eshikni ochganimizda mejigarning blogi eshikni ochib yopilganini ko'rmay qoladi. O'shani hisobiga eshikni ochib haydab ketadigan vaqtda qulflanib qolib, seriallarimiz cholib qoladi. Bu albatta juda ham yoqimsiz holat. Gap o'rinda bitta ma'lumotni berib o'tib ketaman. Internetda juda ham ko'p videolarda kuzatamiz. Mejigarning blogini qopqog'ini ochsangiz, shu yerda bitta chipi bor edi, chipini chiqarib tashlasangiz, boshqa unaqa holat kuzatilmaydi, eshiklarimiz qulflanib qolmaydi deydi. Bu hech qanaqangi chip emas, bu oddiygina permechka. Bu permechkaning o'zi vazifasi bir qator tushuntirib o'tib ketamiz. Bu yerda ko'rsatilgan 1, 2, 3, 4 raqamlar bilan belgilab qo'yilgan. Bu 1 sekunddan 4 sekundgacha sentr zabokka plus minusni borib turishi. Ya'ni bu permechkani chiqarib 4-siga yoki 3-siga tiqib qo'yadigan bo'lsak, sentr zamokda knopkasini bosganimizda sentr zamoklarimizga 4 sekund davomida plus minus borib turadi. Ya'ni plus minus borib turgani hisobiga agar tiqib qo'yadigan bo'lsangiz, sentr zamoklarimiz tezda ishdan chiqadi, ya'ni kuydirib yuboradi. Bu albatta yaxshi emas. Sizga boshqa layfhack ko'rsataman. Albatta bu foydali, samarali, amalda sinalgan. Sentr zamogimizdan ko'rib turganingizdek, katta stekerimizdan 2 dona sim chiqqan, oq, bitta qora chiziqli oq sim, bitta oq simimiz. Shunda mashinani ochgan vaqtimizda minus keladigan simini topib olamiz va ikkinchi stekerimizdagi ko'k simni o'sha simga ulab qo'ysak kifoya. Buni minus tomoni, eshikni ochgan vaqtimiz avarenkamiz ishlamaydi, sirenamiz ishlaydi. Quflagan vaqtimizda avarenka ham yonib o'chadi, sirena ham ishlaydi. Boshqa hech qanaqa opasniy tomonlari yo'q, zamokaniya bermaydi, go'zal holatda ishlaydi. Kimga videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, shu videoni eshigi quflanib qoladigan tanishlaringizga jo'natib qo'ying va videomiz rivoji uchun